Trampga bo'lgan nafratingiz ko'zingizni ko'r qilgan. Pik Hegis demokratlar bilan janjallashdi. G'azo ssenariysi: Isroil Livan janubini tekislab tashlamoqda. Kutilmagan bayonot: Donald Tramp Hormuz bo'g'ozi nomini o'zgartirish g'oyasini ilgari surdi. Bu tasodif emasligini tan oldi. Dron urushi boshlandi. Turkiya texnologiyasi havo mudofaasini yorib o'tmoqda. Eron ogohlantirdi. Blokada davom etsa, javob qaytaramiz. Maxfiy hujjatlar ochildi va yashirin tarix yuzaga chiqdi. 1,5 soatlik telefon suhbati: Donald Tramp muloqotni juda yaxshi deb baholadi. Vladimir Putin esa sulhga tayyor ekanini tan oldi. Dunyo siyosatini biz bilan faol kuzatib borayotgan tomoshabinlarga assalomu alaykum. Videoga like bosing va fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Trampga bo'lgan nafratingiz ko'zingizni ko'r qilgan. Hegis demokratlar bilan janjallashdi. 29-aprel kuni general Dan Keyn va urush vazirligining moliyaviy direktori Jill Hertz bilan birga Qurolli Kuchlar qo'mitasi tinglovlarida qatnashdi. Vazir kirish nutqida demokratlarni biz duch kelayotgan eng katta raqib deb atadi. Qo'mitadagi demokratlar Eronga qarshi urushda federal mablag'lar qanday sarflanayotganini so'radi. Hegis urush AQShga hozirgacha 25 milliard dollarga tushganini, u xarajatlarning katta qismi o'q-dorilar va harbiy texnologiyani yangilashga sarflanganini bildirdi. Demokratlar AQShning Erondagi harbiy harakatlarini qoralab, buni Kongress roziligisiz boshlangan va qimmatga tushuvchi ixtiyoriy urush deb atadi. Siz bu urush haqida Amerika xalqiga boshidanoq yolg'on gapirib kelyapsiz. Prezident ham xuddi shunday qilmoqda, dedi kaliforniyalik demokrat Jon Garamendi. U Hegisga qarata Tramp yaqin sharqdagi yana bir urushning botqog'iga botib qolganini aytdi. Vazir Garmentning ushbu bayonotini mas'uliyatsizlik deb atadi va Trampga qarshi bayonotini rad etdi. Prezident Trampga bo'lgan nafratingiz ko'zingizni ko'r qilib qo'ygan, dedi Hegis. Qo'mitadagi ko'plab respublikachilar Pentagonni qo'llab-quvvatladi. Jumladan Floridadan bo'lgan Carlos Jimenez Eronni AQSh uchun mavjudlikka tahdid deb atadi. Agar kimdir ular bizni o'ldirmoqchi ekanini 47 yildan beri aytib kelayotgan bo'lsa, men ularning so'zlariga ishonaman. Eron hech qachon yadro qurolga ega bo'lmasligini ta'minlash bo'yicha harakatlarimizni qo'llab-quvvatlayman, dedi u. Tinglovda urushning xalqaro iqtisodiyotga ta'siri ham muhokama qilindi. Jumladan, neft narxlarining oshgani va buning tovarlar narxiga ta'siri ko'rib chiqildi. Hegis keskin ohangda kongressmenlardan biriga uyaling deb atadi. G'azo ssenariysi: Isroil Livan janubini tekislab tashlamoqda. Hizbullohni yo'q qilish maqsadida boshlangan Isroil operatsiyasi Livan janubidagi hududlarni tekislash missiyasiga aylanib ketdi. Sun'iy yo'ldosh tasvirlarini o'rgangan CNN nashri Isroilning Livandagi operatsiyalarni, G'azodagi taktikani takrorlayotganini bildirdi. Nashr hisob-kitoblariga ko'ra, Isroilning mart oyidagi hujumlarning dastlabki 10 kunida 22 ta aholi punktidagi 523 ta bino vayron qilingan. Turar joylardan tashqari Isroil kuchlari masjidlar, dorixonalar, kafelar va avtoservis ustaxonalarini ham yo'q qilgan. Aholi tomonidan olingan videolarda nazorat ostidagi portlatishlar aks etilgan. Sun'iy yo'ldosh tasvirlari esa allaqachon shikastlangan hududlarda Isroil buldozerlari va ekskavatorlari ishlayotganini ko'rsatadi. Bu esa avval havodan zarba berilgan hududlarga endi quruqlikdagi kuchlar kirib kelayotganidan dalolat qiladi. Huquqni himoya qilish guruhlari Boeing urib Isroilning harbiy hujumi G'azoda qo'llangan taktikani o'ta muhim infratuzilma va sog'liqni saqlash muassasalariga kuchli zarbalar berishdan tortib, jurnalistlarni nishonga olish va psixologik urushgacha takrorlanayotganidan ogohlantirmoqda. Livan janubidagi aholi uchun bu urush navbatdagi fojia, majburiy ko'chish bo'ldi. Xalqaro tashkilotlar ma'lumotlariga ko'ra 1.3 millionga yaqin livanlik o'z uyini tark etgan. Ularning aksariyati 2024-yilda ham o'z uylaridan qochishga majbur bo'lgandi. Sargardonlikda fojia hissi bor. Xotiralaringizni, uyingizni o'z qo'llaringiz bilan ekkan va o'stirgan hamma narsangizni tashlab ketish juda og'ir, dedi ana shunday insonlardan biri, 62 yoshli Hasan Rammal. O'zlari urush hududidan chiqib ketganidan ko'p o'tmay Rammal uyi vayron bo'lgani haqida xabar topgan. Xuddi kimdir mening ruhim va hayotimni xotiralarimdan mahrum qilgandek bo'ldi, deydi u CNN bilan suhbatda. Isroil bilan chegaradan 5 kilometr shimolda joylashgan Xiyom shahrida ham yashil hududlar jigarrang tusga kirgan. 22-apreldagi tasvirlarda hududda Isroil buldozerlari ishlayotgani ko'rinadi. Kutilmagan bayonot: Donald Tramp Hormuz bo'g'ozi nomini o'zgartirish g'oyasini ilgari surdi. Bu tasodif emasligini tan oldi.
AQSh prezidenti Donald Tramp Truth Social ijtimoiy tarmog'ida Hormuz bo'g'ozini Tramp bo'g'ozi deb nomlangan rasmni joylashtirdi. Mart oyining oxirida Mayamida o'tkazilgan investitsiya forumida Tramp hazil tariqasida Hormuz bo'g'ozini o'z nomi bilan atab, ular Tramp bo'g'ozini ochishga majbur bo'ladi degan edi va bunday bayonotlar tasodifiy emasligini qo'shimcha qilgan. Oradan ko'p o'tmay New York Post manbalariga tayanib, Tramp Hormuz bo'g'ozini Amerika bo'g'ozi deb qayta nomlash imkoniyatini ko'rib chiqayotganini xabar qilgandi. Oq uyga qaytganidan so'ng Tramp muhim obyektlarni o'z nomi bilan qayta nomlash tashabbuslarini faol ilgari surmoqda. Xususan 2025-yilda Amerika Tinchlik institutini Tramp nomidagi Amerika Tinchlik instituti deb qayta nomlangan. Bundan tashqari u geografik obyektlar nomini o'zgartirish tashabbuslari bilan ham chiqqan. 2025-yil yanvar oyida u Meksika qo'ltig'ini Amerika qo'ltig'i, Donald tog'ini esa McKinley deb qayta nomlashni buyurgan. Meksika tomonidan bu qarorlar tanqid qilinib, Meksika qo'ltig'i nomi asrlar davomida xalqaro navigatsiyada qo'llanib kelinayotganini ta'kidlagan. Bu holat hayot sifatiga ta'sir qilyaptimi? Oilaviy hayotda zaiflik, stress va ishonchsizlik olib kelyaptimi? Vulkan erkak kuchi va ishonchining yangilangan manbai. Prostata bezi adenomasi, surunkali prostatitdan qutulishga yordam beruvchi ishonchli formula. Atigi 5-7 kun ichida natijasini sezasiz. O'zingizni yengil va ishonchli his eting. Vulkan, siz izlagan tabiiy yechim. Dron urushi boshlandi. Turkiya texnologiyasi havo mudofaasini yorib o'tmoqda. Turkiyada mudofaa sanoati yana keskin burilish yasadi. Baykar tomonidan ishlab chiqilgan yangi avlod kamikadze dronlar fonida ijtimoiy tarmoqlarda Mizrak nomi bilan tanilgan qurilma katta shov-shuvga sabab bo'ldi. Tarqalgan ma'lumotlarga ko'ra, ushbu dron 1000 kilometrgacha bo'lgan masofaga zarba bera oladi. 40 kilogrammgacha jangovar kallak olib yuradi va eng xavflisi operator bilan aloqa uzilgan taqdirda ham sun'iy intellekt yordamida nishonni mustaqil topib, zarbani yakunlay oladi. Bu esa uni oddiy kamikadze dronlardan tubdan farqlab zamonaviy urushning yangi bosqichiga olib chiqiladigan texnologiya sifatida ko'rsatmoqda. Ammo ayni paytda ochiq va ishonchli harbiy manbalarda Mizrak nomi bilan aynan shu parametrdagi dron haqida to'liq taqiqlangan texnik ma'lumotlar deyarli yo'q. Shunga qaramay, bu xabar mutlaqo asossiz ham emas, chunki aynan shu davrda Baykar kompaniyasi allaqachon ancha kuchliroq bo'lgan yangi kamikadze platformani, ya'ni K2 dronini rasman taqdim qilgan. Ushbu model 2000 kilometrdan ortiq masofani bosib o'ta oladi. 200 kilogrammli jangovar kallak olib yuradi va 13 soatgacha havoda qolish imkoniyatiga ega. Eng muhim jihati esa unda ilg'or sun'iy intellekt tizimi mavjud bo'lib, u nishonlarni mustaqil aniqlash, marshrutni o'zi tutish va hatto boshqa dronlar bilan to'da shaklida birgalikda hujum qilish imkonini beradi. Eron ogohlantirdi. Blokada davom etsa javob qaytaramiz. Maxfiy hujjatlar ochildi va yashirin tarix yuzaga chiqdi. Eron rasmiylaridan keskin signal yangradi. Bu oddiy diplomatik bayonot emas, balki ochiq tahdid sifatida talqin qilinmoqda. Eron rasmiysi Muhsin Rizo qat'iy bayon qildi. Biz dengiz blokadasiga toqat qilmaymiz. Agar blokada davom etsa, Eron javob qaytaradi. Bu so'zlar mintaqada allaqachon taranglashib ketgan vaziyatni yanada keskinlashtirib, har qanday blokada urush boshlanishi uchun to'g'ridan-to'g'ri bahona bo'lishi mumkinligini ko'rsatmoqda. 1,5 soatlik telefon suhbati. Donald Tramp muloqotni juda yaxshi deb baholadi. Vladimir Putin esa sulhga tayyor ekanini tan oldi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin va AQSh prezidenti Donald Tramp o'rtasida oldindan e'lon qilinmagan telefon muloqoti bo'lib o'tdi. Bu haqda agentство yozmoqda. Ma'lum qilinishicha, suhbat davomida Ukraina 9-may munosabati bilan o't ochishni to'xtatish masalasi muhokama qilingan. Kreml va Oq uy manbalariga ko'ra, muloqot tashabbusi Rossiya tomonidan bildirilgan. Putin yordamchisi Yuriy Ushakov asosiy e'tibor Eron va Fors ko'rfazi atrofidagi vaziyatga qaratilganini aytdi. Tramp esa suhbatda asosan Ukraina masalasi ko'tarilganini bildirgan. AQSh prezidenti muloqotni juda yaxshi deb baholab, Rossiya rahbariga qisqa muddatli o't ochishni to'xtatish taklifini bildirganini aytdi. Kreml versiyasiga ko'ra esa Putin 9-may g'alaba kuni munosabati bilan Ukraina bilan vaqtinchalik sulh e'lon qilishga tayyor ekanini ma'lum qilgan. Tramp bu tashabbusni qo'llab-quvvatlagan. Nashr xabariga ko'ra, muloqotdan so'ng Tramp matbuot anjumanida Ukraina harbiy jihatdan mag'lubiyatga uchragani haqida bayonot berdi. Uning aytishicha, mamlakatning harbiy infratuzilmasi jiddiy zarar ko'rgan. Biroq keyinchalik bu raqamlar aslida Eronga taalluqli ekani haqida qarashlar bildirildi. Kreml ma'lumotiga ko'ra, Putin suhbat davomida Rossiya armiyasining Ukrainadagi harakatlari haqida ham axborot bergan. Qayd etilishicha, muloqot davomida Putin Trampga nisbatan sodir etilgan suiqasdga urinishni qat'iy qoralab, unga
qo'llab-quvvatlov bildirgan. Shuningdek, u AQSh rahbarining Eronga nisbatan o't ochishni to'xtatish rejimini uzaytirish qarorini to'g'ri deb baholagan. Tomonlar Eron yadroviy dasturi atrofidagi kelishmovchiliklarni ham muhokama qilgan. Putin mazkur masala bo'yicha bir qator yechim variantlarini taklif etgan. Moskva AQSh tomonidan Eronga qarshi quruqlikda harbiy operatsiya o'tkazish ehtimolini xavfli deb hisoblashini bildirgan. Kreml Rossiya, Eron, Fors ko'rfazi davlatlari Isroil va AQSh bilan faol muloqotlarni davom ettirishini bildirgan. Suhbat chog'ida Putin Melaniya Trampni tug'ilgan kuni bilan tabriklab, uning Rossiya va Ukraina oilalarini bolalari bilan qayta birlashtirishga qaratilgan faoliyatini e'tirof etgan. Bundan tashqari, yetakchilar iqtisodiyot va energetika sohalarida o'zaro manfaatli loyihalar istiqbolini muhokama qilgan. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.